من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لا تقل ما تشتهي إنه حي سعيد ما تشتهي Yeryüzüdeki 7 qit'aning biri bo'lgan Asiya qit'asi bag'riga olgan bir go'zal yurt. 1,828,418 kilometrlik bir zamin. Uning shimolidagi Altay tog' tizmasi va o'ttirsidagi Tangri tog' tizmasi, shundaqla janubidagi Ko'illon tog' tizmasi uning xalqining qiyniga singan yoritilishidan bosh egmas ruhini giganit gavdasi bilan namoyanda qilgan. Altay bilan Tangritog' tizmasidagi Saydam o'ymonligi va Tangritog' tizmasi bilan Ko'illon tog' tizmasi o'ttirisidagi Tarim o'ymonligi bo'lsa, shafqatga to'lgan onalarimizning bag'riga o'xshaydigan bu zaminning hech bir yerida garchi bo'lmasa-mu dengiz, okeandek bag'ri keng yuraki bor, shundoq xush havo, illiq bir makon, atrofida yoqsidan tortib ta etaklarigacha nurg'un davlat, husniga zinnat, jamoliga kashti bo'lgan. U aslida bir jannat makon. Yozlari salqin, qishlari qisqa, kuzda hosulluq, bahori gul puraydigan. Tog'lari egiz, bag'rida chiman, daryosi uzun, bag'rida daston cho'chak qaynaydigan. Chorvulari top-top, kengri yayloqlarga patmay o'tlaydigan, mevalari bal, jannat mevalariga o'xshaydigan, suvlari abi hayot tanga davo, yurakka jon beg'ishlaydigan, takli makon, ko'z yetkusiz cho'ng bir cho'l, sahroyi kabirdan farq qilmaydigan. Ajdodlarimiz yotidi shu tuproqlarda sutuq bug'ro xandak, Mahmud Qashqari, Yusuf Xas Hojibdak bizni islom bilan sharaflantirib, ilmi bilan yiroq-yiroqlarga nom shuhratimizni tarqatgan. U yana shundoq bir yurtki, Alloh ato qilgan bu ne'matlari bilan tarixlardan beri yovuz dushmanning hastidan ichini qaynatgan, shum niyatlari bilan, tumur topallari bilan ustimizdan hech voz kechib ketalmaydigan. Buningdan 63 yil burun keldi. Yana ismini almashtirib, asrlardan beri zaminimizga, qinimizga xumar ochko'z dushman tilini shekar qilib dedi va biz keldik sizga qilish uchun yordam, Gomindang jallodlaridan qolgan yaralarga bo'lish uchun malham. Qoyimang biz uchun faqat, qolimiz 2 yil aran, tutmaymiz makon, qazmaymiz boyliq, uylaringiz bo'lsin faqat bizdek yo'lovchiga bir o'tang. Ah ko'ngil saddi xalqimizdan nurg'ullari aldandi buningga. Saldi payandaz marhamat deb tuzab sorun, tushib usulga boshladi to'rga ularni bilgach shafqat farishtasi, chunki ular o'zlariga bergachki shundoq shum bir siyoq, shum bir rang. Ammo ketmadi ular. Chunki qasdi bo'lg'achqa o'z vatanimizni o'zimizga ega qilmaydigan, ularning nima uchun kelganligini bilgan, shum niyatlarini sezganlarning ba'zilari aylanib ov nishoni qilindi qurbon. Ba'zilarining sundirilib qanati, kesilib qo'l oyiqi, etilib ko'z quliqi aylanda tirik jasadga hech bir ruhi bo'lmagan. G'ozilarimiz tarqitildi hili bilan. Qo'mondonlarimiz yo'q qilindi plan bilan. Yo'q qilishga dinimizni, xalqimizni qurdi to'zoq turlik tuman. Kesildi sumbul chochlar, tushirildi oppoq soqollar, boshdan ilinib salli ro'mollar,
erlarga o'xshadi qizlar cho'kallar. Qarshi chiqqanga berdilar jazo, ko'ydirib kitob, buzishdi mazar, ig'il qilindi cho'shqig'i masjid, yuraklarga patmadi xo'rluq va izo. Qarshi chiqqanlar o'q nishoni bo'ldi. Turmalar o't yurak insonga to'ldi. Olimlar xorlandi, cho'lga palandi, yetimlar tullarning holi vayrandi, nadallar, johillar rahbar saylandi. Bilmasdan nurg'ini yovg'a aldandi, talandi boyliq, bulandi ochliq, o'ldi insonlar to'ymasdan zag'rinonga, suvdak umochqa, erishalmasdan kepanga, o'qilmasdan jinozasimi ko'mildi egisiz qora tuproqqa. Hur bir millat azod bo'lmasdan balki aylandi tutqun bir qulga. Lekin shunchalik zulm qirib yo'q qilish tugatalmadi. Yo'q qilolmadi millatimizning botir ruhini, qalbiga singan islom engini. Chunki tug'ilganda quloqqa tovlinib azon, bismillah bilan emitgach ona pok sutini, o'tda tovlangan shamsharga o'xshash yetishdi iz besib orqa-orqadan botir o'g'lonlar. Qutqizish uchun millat xalqini haqqoniy isyon, muqaddas jihad to'xtamadi hech. Biri besilsa yana biri qilib davom, yovning yuragiga bo'lib xanjar, bermay jallatga huzur va aram. Türkistan oğlanları, din İslam yolboshlari, jihad uchun atlangan Allohning tulporlari. Türkistan oğlanları, din İslam yolboshlari, jihad uchun atlangan Allohning tulporlari. Zalim tağut zulmidin açtı köp piyğonlari, mazlumalar nolisidan açtı köp qissosları. Barın bir kichik yeza. Diyarimizdagi otishga tava bo'lgan, Qashqarga yaqin giganit tog'larni orqa qalqon qilgan. Chiqdi bu yerdan shundoq o'g'lonlar, izdab adolat, qo'g'lishib hurlik, oldi qo'liga yasab qurollar. Ular bu muqaddas jihad uchun melini, yoshligini, ota-onasini, farzandini, do'st yorini qo'yg'anti atab. Yeb zag'rinan içip dağ sularını, piyoda minib uzun yollarını, sinit topladı pulni, elish uchun o'q va qurolni. Qishning soğuqi, yozning tinjiqi, ishning tasliki qilmasdan ta'sir, mashqlarni qilishda davom, ulardagi ulug'vor maqsad, ilohiy quvvat, maqsadi jihad, duosi shahid, umidi jannat, dushman quliqi angladi xabar. Yürekleri pok evetti asker. Plandan burun başlandı cihat. Rezil düşmanlar köp tuzak kurgaç, şehit şerbeti içti bazısı, çekinmestin yeridi mustahkem turgaç. Zerbi qaqshatdi düşman cinini, töktü otturgu bütün hilini, qorshab yezini, köktin ve yerden yağdırdı oklar, hiç toxtamastin. Aqchachliq ana, mo'y sipit dada, büşük bovuqi qalmadi aman. Uylar teshildi yomg'ir o'qlarda, qo'g'lab o'ldirdi etis qirlarda. Osmon yig'ladi, tuproq yig'ladi. Chunki bu yerda qalmadi jonliq, qalmadi inson. Zalim dushmanlar o'lsimi azroq, mujohidlarga fursat qolmadi. Etildi nurg'un, tutildi nurg'un, jazolanib ham esildi nurg'un. Bu bir tarix qanday yozilgan. Düşman qo'rqinchdan aqlidan ozg'an. Vatan uchun bu ajoyib dahshat o'g'lonlarimizdan ayrilib qolgan. Ayrilib qoldikmi desak aslida yo'q deb javob beradi bizdagi iymon. Chunki teni ko'milib tuproq ostiga, ruhi uchsimi arshi alog'a, har tomchi qondan tirildi ming jon. U shunda qon edi, hidi ipar va faqat g'aflat bosgan vijdonlarga qamchi uradigan. U shunda qonki, rangi qizil, tabiati pok, insonni haqqoniyatga chillaydigan. Isboti emasmi orqa-orqadan qo'zg'algan jihatlar. Düşman qo'rqinchdan chorasiz petirab, birimiz uchun ming askar bilan beshimizni tursimi qarab,
hiç qo'rqmasdan chiqishgan botir qiz o'g'lon o'ldirilishlar, ko'ydirilishlar, kesilishlar, esilishlar qilsimu davom. Bilib tursimu dushman sonini, ko'rib tursimu jallod turqini, parvo qilmasdan chiqmoqda yana. Aqllarni asir qilg'achqa o'lmas bir hayot, mangulik jannat, jannatda bo'ston. Tashna bo'lgan ularga jannatning hurqizlari. Ey barin, shehidlar yurti, ruhi ruhlarga ilhom bergan yurt. Sen uyg'otding jihad ruhini. Sendeki jur'at, sendeki g'ayrat, sendeki iymon bizdami bo'lsin. Shehidlar topdi jannat makonni. Sen yana uxlamsan ey Uyg'ur o'g'lani. Bu vatan sening, ular xo'rlig'an iymonmi sening? Qo'g'lig'in yovni, qo'g'da iymonni, qo'g'da vatanni. Hamon o'lasan, hisob berasan, o'gan barindin, o'lmas o'g'landin. Olg'in ilhom ruh, shehid dadangdin, shehid tog'amdin. Qidinglar bu sepga Turkiston erkaklari Ey shehid o'g'li shehid, besib izingni mangimiz turmay, Allah bizgimi shehidlik bersin, shehidlik amal, shehidlik orzu. Tomirlarımızda jo'sh urib aqsin. Turkiston o'g'lonlari, Hindiston yo'lboshchilari, jihad uchun otlangan Allohning tulporlari. Turkiston o'g'lonlari, Hindiston yo'lboshchilari, jihad uchun otlangan Allohning tulporlari.